sizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tintakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichivering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Ya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima bunday bo'lyapsan, ha? Dada. Oyim qilgan banni xalat kiyibsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Ya, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak pochingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasilar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shuning uchun bu uyni sotib oldim. Pam, kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Izlamagan joyim qolmadi qizim, parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi?